ota-onasi o'tib ketganlar, ota-onasini suratini ko'rib yig'laydiganlar, ota-onasini sog'inganlar, xizmatini zo'r qilishga ulgurmagan birodarlar, agar qaytib kelganda nimalarni muhayyo qilib berardinglar? Agar qaytib kelishganda nimalarni muhayyo qilib berardinglar? Ota-onasi tiriklar, ana shu pushaymonni yemasligi uchun boshimizga qo'ngan qush ular. Pirratib uchib ketishi mumkin. Xizmatini qilib qolaylik, duosini olib qolaylik. G'animat bilaylik. Onasi bilan yashaydiganlar, kunora ayolingizga, o'g'lingiz yoki qizingizga bir narsani ko'tarib kirasiz. Albatta onangiz buni ko'rib turib xursand bo'ladi, oilasiga olib kelyapti deb. Lekin sizdan bir ozgina e'tiborni xohlaydi. Falon pulli narsa bo'lish shart emas. Bitta paypoq kim otasini o'ldiradi deb qo'yadi. Sizga aytmaydi, ukangizga aytadi, akangizga aytadi. Tushunarlimi? Xitoyga borasizlar, Turkiyaga borasizlar, hajga borasizlar, Germaniyaga borasizlar, Koreyaga borasizlar, borganda spiska bilan podarka olishni boshlaysiz. Onangiz bilan otangizdan boshlang. Chunki 5 yil qoldimi, 10 yil qoldimi Alloh biladi. Xotinga, o'g'ilga, qizga bir narsa ko'tarishdan avval ota-onaga mo'chontakka solib qo'ying bir narsani. Chunki g'animat. Chunki g'animat. Otalar bilan arazlashib, otalardan o'pkalab, o'zini ulardan olib qochib yurgan farzandlar yaxshilab eshitib qo'ysin. Modomiki ota-ona tirik ekan, ularning roziligini olib qolmabdimi? Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek, amin, amin, amin. Shu 3 ta amindan bittasi ota-onasi ikkalasi tirik bo'lib turib yoki bittasi tirik bo'lib turib, ularning roziligini olib, ularning xizmatini qilib, jannatiy bo'lmagan farzand voy bo'lsin holi. Burni yerga chiqarsin. Amin deng ey Muhammad alayhisalom dedi Jibril alayhisalom. Rasululloh amin dedilar. Bir o'ylab ko'raylik-da, o'g'il bolalar. Bir kunda necha marta gap qaytaramiz? Necha marta mana uni qilib qo'y desa qilmaymiz? Necha marta ularga qarshi bir fikr bildiramiz? Ota-onasini rozi qilgan, ularning duosini olgan inson bilan ularga oq bo'lgan odam hech qachon teng bo'lmaydi. Na Allohning shariatida, na insonning fitratida. Uyingizdan chiqib ketayotganingizda, bolam Allohga omonatsan. Allohning panohida bo'lgin. Alloh ishingni o'zi o'nglasin deb ota-onani uydan chiqarish qayoqda-yu? Allohga qo'ydim seni. Alloh seni jazoini bersin deb uydan chiqarish qadi. Albatta Allohni tanigan, Robbisidan qo'rqqan, taqvodor yosh hech qachon ota-onasiga bunday qilmaydi. Ota-onaning roziligi ulug' narsa, birodarlar. Hozir aytib o'tganimizdek, kishi tinmasdan ibodat qilishi mumkin. Kechalari uxlamay namoz o'qiydi, Qur'on yodlagan, nafl ro'zalar tutadi, haj qilgan, umra qilgan, ammo ota-onasini norozi qilgan bo'lsa, bu amallar habada bo'lib ketadi. Shuning uchun musulmon bo'lib turgan ota-onalarimizga chekchayib qarash, gap qaytarish, ovozimizni ko'tarish, gapiga teskari ish qilishlikdan taqvo qilishligimiz kerak. Chunki namozingiz bo'ladi, ro'zangiz bo'ladi, hajingiz bo'ladi, zo'r amallarni qilasiz. Ammo onani yoki otani norozi qilib qo'yadigan bo'lsangiz, bu amallaringiz habada bo'lib ketadi. Oshim bor somor deb ketamiz-a? Birodarlar, o'sha ulfatlar ham topiladi. O'sha osh ham, dimlama ham, go'sh ham topiladi. Ammo ota-ona topilmaydi. Buni yo'qotganlar biladi. To'g'rimi? Buni yo'qotganlar biladi. Bir aylanib kelaylik deb, enani qoldirib qo'yib, otani qoldirib qo'yib chiqib ketaveradi o'g'il bola, xotinini, bolalarini olib. Xursand bo'ladi ota-ona, bola chaqasi yaxshi qarayapti deb, lekin ozgina e'tiborda xohlaydi. Boradimi, yo'qdimi so'rab qo'yaveraylik. Dada, oyi, borasizmi? Men ketyapmiz, yuring. Chiqib ketayotganda emas. Darvozani yopib qolayotganda emas. Kelib bormoqchi bo'lgan paytingizda, rejalashtirayotganingizda, menga bormoqchimiz, vaqtingiz bormi? Toqatingiz bormi? Xohlaysizmi borishda? Birodarlar, onasini, otasini duosini olib qolganlar hech qachon hayotda kam bo'lmagan va kam bo'lmaydi. Va ota-onasini norozi qilib qolib ketganlar hech qachon 1-2 bo'lmaydi. Xotirjam bo'linglar. Bugun zo'rdir. Bugun ishlar yaxshi bo'layotgandir. Bugun tani sog'dir, bugun hurmati joyidadir. Ammo oq bo'ldimi? Qarab turing. Chunki aytdik, gunohlar bor, oxiratga qoladi faqat jazosi. Gunohlar bor, dunyoda ham o'zida oladi. Shundan bittasi ota-onasiga oq bo'lishlik. Ey ukalar, ko'zlarni katta ochinglar. Men ko'p aytaman buni. Sizlar ko'rayotgan g'arbdan kelayotgan kinolarda otasini masxara qilsa, otasiga gap qaytarsa, bu zo'r bo'ladi bu bola. Kinoda oxirida shu bola murodi maqsadiga yetadi. Sevganiga yetishadi, $1 million topadi. Xullas oxirida kim? Marra kimniki bo'ladi? Ularni o'sha olib ketadi oqpadar.
otasiga, onasiga haqoratomuz muomala qilishlik oddiy narsa deb ko'rsatilinyapti. Va nima bo'layotganligini ko'ryapsizlar bularning o'zlarini. Erta bilan hammanglar eshitib olinglar, ota-onasi borlar. Ota-ona bilan ko'rishgan paytda assalomu alaykum. Ota-onani qo'lini o'pib, peshonaga surib ko'rish bor. Qaysi biringlarni ota farzandinglar bugun qo'linglarni o'pib ko'rishdi? Bormi shu joyda? Bitta oila bormi? Qo'lingizni o'pib peshonasiga surgan farzand bormi shu yerda? Shu ota bormi? Yo'q. Nima uchun yo'q? Yo'qligi oddiy narsa. Chunki kecha ota-onalarimiz tiriklik paytida bizlar ularni qo'lini o'payotganligimizni ko'rmadi ular. Qush uyasida ko'rganini qiladi. Agar kecha biza otamiz, onamiz tiriklik paytda qo'llarini o'pib peshonamizga surganimizda edi, bugun farzandlarimiz qo'limizni o'pib peshonasiga surayotgan bo'lardi. Nima uchun o'pish kerak bu qo'lni? Bu qo'lni shuning uchun o'pish kerakki, bu qo'lni o'rinbosari yo'q. Bu qo'l o'tgandan keyin otangiz o'rniga amakingizni ham, tog'angizni ham o'tkazib qo'ya olmaysiz. Onangizlarning o'rniga ammani bilan xolani ham o'tkazib qo'ya olmaysiz. Bu bitta qo'l dunyoda. Dunyo podsholigi bitta bo'lsa ham, dunyodan o'sha ikkinchi podshoh davom ettirib ketaveradi. Katta bir tashkilotning rahbari o'lsa, uni muovini ishni davom ettirib ketaveradi. Lekin oilamizda otamiz o'tsa, onamiz o'tsa, bularni o'rniga o'tkazadigan o'rinbosar yo'q. Mana shuning uchun bu qo'lni o'pish kerak. Otalarning qo'llariga qarang, ajin bosib, bugun qaltiroq bosib qo'lidagi narsani usha olmayapti. Nima uchun? Kim uchun? Farzand uchun emasmi? Farzandim o'qimishli bo'lsin, farzandim uyli bo'lsin, oilali bo'lsin, mashinali bo'lsin deb bu qo'llar kecha loyni loy changallab, issiqni issiq, sovuqni sovuq demasdan tinimsiz mehnat qildi. Mana shu qo'l sababidan bugun savlat to'kib o'tiribmiz. Bu qo'lni o'pishga arzimaydimi endi? Bir joyda mana shu masalani aytsam, amr ma'ruf qilsam, amr ma'rufdan ko'chaga chiqqandan keyin bir yigit keldi. Qoraka hozir ota-onani qo'lini o'pish haqida gapirdim. Ularni qo'lini o'payotgan paytimizda ularni qo'lida infeksiya bo'lsa-chi deyapti. Men aytdim, yoshing nechida sana dedim. 27 da dedi. 27 yil oldin pampers ham yo'q edi dedim. Oyog'ingni uchidan mana bu yeringgacha infeksiyaga qorishib yotuvding, axlatingga qorishib yotuvding. Axir shu qo'l-ku seni tozalagan. Bolamni infeksiya bosib ketibdi demadi-ku, seni oq yuvib oqtaradi. Xotiningni labida pomada bo'lsa infeksiya demayapsan-ku, badbaxt desam, men bu yog'ini o'ylamayman deydi. O'lganda o'ylaysanmi? Qachon o'ylaysan? 27 ga chiqib o'ylamasang. Bir oilaviy mojaroga bordik, ota-ona infarkt, insult bo'lib qolgan badbaxt farzand mashinada o'tiribdi. Odob haqida gapirib keldim, oyatlardan, hadislardan gapirib keldim. Oxiri mana ota-onangni qo'lini o'pish bor. Shu qo'lni o'payapsanmi desam, o'tiribdi. Buni o'ylab ko'rish kerak, qoraka deydi. Men o'zini qo'lini 2 marta o'pib, misol tariqasida ko'rsatdim. Otangni bundoq o'pasan, onangni bundoq o'pasan, o'ylab ko'rish kerak deydi. Men aytdim, badbaxt dedim. Sen hozir mana shu isqirt qo'lingni 2 marta o'pib peshonamga surdim. Men bu qo'lingdan 1 so'm pul olmaganman, bir burda non yemaganman. Senga pul bergan, senga non bergan qo'lni o'pgin deyapman. Desam, ko'zidan yosh chiqarib, meni kechiring. Kechirimni mendan emas, ota-onangdan so'ragin. Shu og'irmi shu qo'lni o'pish? Yo arzimaydimi bu? O'pishga arziydigan qo'l emasmi bu? Hozir nima uchun kelinlar qaynataga, qaynanaga tikka qarayapti, sammanga boryapti? Nima uchun? Farzandni o'z ustozlik qilyapti bu borada. Otasiga qarshi gapiryapti, onasini chakagini o'chiryapti, aralashmang, meni ishimga aqlingiz yetmaydi deyapti, kelinning oldida, xotinning oldida qilyapti. Xuddi shuni ishga ketgandan keyin xotini qaynanaga shu muomalani qilyapti. O'shaning uchun qaysi bir xonadonda ota-onani qo'li o'pib peshonaga surilar ekan, tasavvur qiling. O'g'lingiz keldida qo'lingizni o'pib ota duo qiling deb duo so'rasa, nimani so'rab bermaysiz? Qani? Bormi birorta qizg'anadigan, yashiradigan narsangiz? Mana buni bugundan qilish kerak azizlar. Ertaga kech bo'lib qolishligi mumkin, chunki bu qo'l yo'q bo'lib qolishligi mumkin oramizdan. Ana shu uchun ota-onani qo'lini o'pib bugun duo olaylik. Ota-onani duosini olgan inson o'tda yonmaydi. Foziljon Qorakam ustozimiz ko'p gaplari bor. O'tda yonmaydi, suvda cho'kmaydi. Tegirmonga chiqsa butun chiqadi. Ota-onang yo'ling yoritguvchi sham, qo'lingda shaming bo'lsa sen uchun ne g'am.
imomlardan duo so'rayapti-ku, domlalardan, qoraka duo qiling, ishim yurishmayapti, qoraka duo qiling, safarga ketyapman, qoraka duo qiling, ish boshlayapman, qoraka duo qiling, qarzdor bo'lib qoldim. Men aytaman, qoraka bir marta duo qiladi, tuziyroq bersaydi 2 marta qiladi, 3-marta vobshe qilmaydi. Ota-onangiz bersangiz ham qilaveradi, bermasangiz ham qilaveradi. Qaytaga bera olmayotganini ko'proq qiladi. Shuni ham beradiganlardan qilgin, ishini o'nglagin, akasidan kam qilmagin deb. Bunaqa duoni qattiq kim qilib beradi? Ka'batullohning imomi ham qilib bera olmaydi ota-onangiz qilgan duosini. O'shaning uchun ota-onani duosini olish kerak. Hayotingda madad kerak bo'lsa deydi. Madad so'zini teskarisiga o'qigin. Madad so'zini teskarisiga o'qisa dadam degan so'z chiqar ekan. Hayotingga ma'no kerak bo'lsa, ma'no so'zini teskarisiga o'qigin deydi. Ma'no so'zini teskarisiga o'qsa, onam degan so'z chiqar ekan. Ey inson deydi. Hayoti dunyoda sani madading ham, sani ma'noing ham shu otang va onangdir dedilar. Boya bu akamiz aytdilar-ku, otasi bolasini yelkasiga qo'yib, kim zo'r deganda 2 marta men zo'r degandi. Nimaga? Otani borligi uchun shu gapni aytayapti. Otani duosi shu gapga majbur qilyapti. Otadan keyin, onadan keyin suyanchiq tog'imiz yo'q, azizlar, ishonadiganimiz yo'q. Ota-onaga yaxshilik qilishlik Alloh azza va jallaning buyrug'i. Ko'zimizni katta ochaylik. Har qancha taqvodor bo'laylik, har qancha ibodatxon bo'laylik, agar ota-onamizni rozi qila olmasak, qilayotgan amallarimiz xabada bo'lib ketishiga xavfi bor. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.